Adajonisi, pulingiz bo'lganda kirmoshni olib bering. Qo'llarim og'rib ketdi. Xo'p, oyijonisi, oyligimni olib beraman. Adasi, supursam chang ko'tarilyapti. Pulsiz olib bering. Xo'p, oyisi sabr qilgan, pulim bo'lsa olib beraman pulsiz. Keyingi hafta jiyanimning to'yi. Kiygani bitta ham kiyimim yo'q. Qachon kiyim olib berasiz, tuzukroq? Xo'p, onajonisi, sabr qila qolgan, olib beraman o'sha ko'ynagingni, chiroylisidan olib beraman. Faqat oyligim tushsin. Oyisi ovqatingni olib kelgan, qornim ochib ketdi, tezroq. Voy, sabr. Mana adajonisi. Ha, hayratlanasiz. Ha, ko'ylak olib bering adajoni desam, xo'p bo'ladi, onajonisi deysiz, olib bermaysiz. Boshqa narsa olib bering desam, xo'p bo'ladi, onajonisi deb erkalatib qo'yasiz. Shuning uchun bugun ovqatni o'rniga men ham kola taqdim etkim keldi. Qani?